Siz kimsiz? Mana buni ol. Bu uzukni yoningda yurgan barchani oldida taq. Tushunmadim sizni. Nimaga bu oz yig'ilgan? Hisob-kitob chala bo'yotib, ishchilarga oylik berilmagan. Uzr boshliq, bugun hammasini hal qilib olib beramiz. Korotchi, arenda pullaringni yarmini o'zim yuboryapman. Orqangdan shuna boltaryapman, yaqinda qulaysan. Xo'jayin, siz zo'r boshliqsiz-da. Siz ko'ngilni to'q qiling, hammasini o'zim hal qilaman. Boshdan rahmat, qo'llaring ham dard ko'rmasin. Sinfdoshlarim mendan xafa bo'lsa kerak, kecha gapga ham bora olganim yo'q, ishlarim ham ko'payib ketdi. Sinfdoshlar seni tushunadi. Sinfdoshlarda arzin faxrsan-ku. O'zingcha mansabing oshib, burning ko'tarilib qoldi-da seni. Hali sen ham sinasan, singaningda sinfdoshlar davrasida hangoma qilganimizda ko'tara olsang bo'ldi. Sen hech ham diqqat qilma. Sinfdoshlar sen bo'lsang bo'lmasang seni abduch hurmat qilamiz. Dadajon, men keldim. O'g'lim, nega kechqurun kelmading? Odamni xavotirga qo'y. Ishlarim ko'payib ketdi, dadajon. Charchadim, to'g'risi ozgina yotaman men. Bechora o'g'lim, dam olmasdan ishlayapti ekan. Alloh o'zing o'g'limning yuzini yorug' qilgin. Otajon, eng sadoqatli yaqin do'stim siz ekansiz.